Ahmadjon Hasanov tibbiy psixologiya markaziga kelib 11 kun shug'ullandingiz. Mana bugun 12-chi kuni ertalab keldik. Mana shu 12 kun oldin kelganingizda nima muammolaringiz bor edi? Menda davleniya. Qattiqroq aytasiz. Menda shu qon bosimi, davleniya, yurak. Qon bosimi, davleniya, yurak. Asabim yaxshi emasadi. Asabiylashgan. Asab ko'pincha. Bosh og'riq, doimiy bosh og'riq. Bosh og'rig'ida. Doimiy. Doimiy, Doimiy. Necha yildan beri bosh og'riq? Qashda 2007 bo'lsa, 2007, 2017, 2020, 18 yildan beri. Bosh og'riq. Hozir mana shu bosh og'rig'ingiz nima bo'ldi? Yaxshi. Yo'qoldimi, og'rimayaptimi bosh? Og'rimayapti. Bosh og'riq. Men dori berdimmi, ukol qildimmi, massaj qildimmi, fizioterapiya qildimmi? Qanday yo'qoldi? Shu sizni nima davolash texnikali nimalaringiz? Men aytganlarimni bajardingiz, o'shandan sog'aydingiz. O'sha. Asabiylar qon bosimi nima bo'ldi? Qon bosimini bilmaydi, davleniya o'lchamayapman ham, esimga tushmayapti. Bezovta qilmayapti-da. Yo'q. Oldin bezovta qilganda nechagacha ko'tarilardi? 160-170. 160-170. Necha yildan burun bezovta qilardi? Shu 2007. 2007-yildan beri. Qon bosimi. Черепное давление ham bor. Черепное давление? Asabiylashmagan bo'lib qoldingizmi? Ha. Behazilmi yo'q? To'ppa-to'g'ri behazil. Yana nima bor? Xavotir. Vahima. U nima bo'ldi bu? U ham yo'qoldi. U necha yildan beri bezovta qiladi? O'sha paytdan u ham hammasi bir boshqa. Shuncha yildan beri qanday chidadingiz? Chidadim. Davolanordingiz mana sizda? Ha, lichina. Bir yilda necha marta davolanardingiz? Bir yilda 2 marta ham, 1 marta ham nimaga vaziyatimdan kelib chiqqan. Jaqillab, ukollarni olib, dorilarni ichib. Albatta. Yana nima bo'ldi? Yana nima bor edi? Bosh og'riq. Bosh og'riq. Bosh og'riq? Bosh og'riqni aytdingiz-ku, u yo'q bo'ldi deyapsiz. Yana nima bor edi? Qo'l oyoqim ushshadi. U necha yildan beri ushardi? U ham shu pashda shu 5-6 yillar. 5-6 yildan beri qo'l oyoqlar ushakka bo'ldi. Har-da. Hafta 10 kundan bir uyushib nima qilib oladi. U qanday bo'ldi? U ham sozlashdi, normaga tushdi. Zo'r. Bezovta qilmayapti hech narsa. Yana nima bor edi? Qandli diabet. Qandli diabetga necha yil bo'ldi? Menga pashda Coviddan keyin. Bundan chiqib 5 yil bo'libdi-da. 2020-yilda. O'sha paytdan keyin. Nima dori icharmidingiz? Icharadim, hozir men to'xtatdim uni ham. Bezovta qilyaptimi? Qilmayapti. Sizda saqir diabet bormi? Yo'q, 100% yo'q. Mana shu o'tirishingizda necha foiz sog'lomsiz? Muqarrar sog'lomman. Muqarrar sog'lomsiz. Odam dori darmonsiz sog'ayar ekanmi? Ko'pchilik aytadi, dori darmonsiz sog'ayib bo'lmaydi. Yolg'on narsa, yig'ishtiringlar bunaqa narsani, uyat bo'ladi. Allohning oldida qanday javob berasiz deb telefonda aytishadi-da. Kelib ko'rmaguncha shuni tushunmaydi odam. Kelib ko'rmaguncha baribir men ham oldin ishonmadim, lekin men nima qildim-da bu yerga kelishga? Ishondim, o'zim ishontirdim. Boshda 1-2 kun ham ishonmay o'tirdim. Baribir o'zi Alloh keyin natijani sizga boshlaganingizda keyin uxladim, yaxshi uxladim. Oldin uyqu yaxshi emasmidi? Uyquni aytmayapman. Uxladim. Bir kunda bir kechasi necha soat uxlardingiz? Faqat tush bo'ladi dedim menda, tush ko'radi. Doim tush ko'rarmidingiz? O nima holda turar edim ertalab? Charchoq, horgin, bosh og'rib turar edim men. O'shandan hozir asaram qolmadi. Voy, malades. Endi mana shu sog'lom yashashda endi davom etib ketalasizmi? Davom etaman, xudo xolasa. Chunki siz o'rganib oldingizda. Kasalliklaringiz nimadan kelib chiqqanini sababini ham tushunib oldingizmi? Shunda miyani quvvatini tikladim. Malades. Endi miyani quvvatini tushirib yubormaysizmi? Xudo xolasa, tushirmayman. Kelimsa boshqalarni ham uyga borib davolab olasizlar bemalol. Albatta, kecha o'zi davoladim bitta nimani. Ammamning qizini. Nimadan davoladingiz uni? Shu sahrli diabetdan. Voy, malades. U davolaganingizdan keyin
nima natija bo'ldi? Bugun sag'rini o'lchab ko'rdimmi? Nima bo'ldi? Qanday natijasi? Kecha gaplashdim-da, bugun hisobiga gaplashmadim bundan. Endi bugun ko'rasiz uni. Endi